Jigarlar, soat kechasi 3:30. Ishxonadan uyga qaytyapman. O'zi 12largacha ishxona ochardim odatda. Keyin yotdim. Video ko'rib, Instagramda o'yin o'ynab, shunaqa qilib o'tkazdim vaqtni. Hozir hech narsa ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Ko'rinishi ham shart emas. Aytayotgan gaplarimga ko'proq ahamiyat bersalang to'g'ri bo'ladi o'ylardim. Hozir kameram yaxshi bo'lganda albatta ko'zim bilan ko'rayotgan narsalarimni ko'rsatishga harakat qilgan bo'lardim. Osmon juda ham chiroyli yulduzlar bilan havo ajoyib, juda ham yoqimli, ozgina sovuqroq, mazza xullas. Shu kunlarda bitta g'oya miyamga kirib olgan va chiqarib tashlolmayapman. U noto'g'ri g'oyaligini 100% bilaman, lekin u g'oya miyada aylanayotgandan keyin u noto'g'ri g'oya miyada aylanayotgandan keyin uni to'g'ri deb qabul qilishga harakat qilish, u g'oyani qandaydir oqlashga harakat qilish, u g'oyada balki bir gap bordir, bir qaysidir rakursdan qaraganda balki to'g'ridir degan narsalar ham kelyapti-da endi. G'alati juda ham. Odamlar qiynaladi. Men emasman. Yolg'iz qiynalayotgan, dunyoni boshqacha ko'rayotgan juda ko'p odamlar qiynaladi. Endi albatta kimda ichida nima bor bilmayman. Hozir kechasi 3:30 bo'lsa ham ko'chada o'tayotgan mashinalar ko'p. Kimdir mopedda o'tib ketdi, kimdir piyoda o'tayotgan odam. Xurshid Rasulovda nega sendan kechib bo'lmaydi degan qo'shig'ini eshitib ketyapti. Ajoyib haqiqatdan. Xullas nima demoqchi edim? Miyamga kirib olgan o'sha g'oya. Xullas Instagramda bitta video chiqib qoldi. Bu videoda bitta bola taxminan 17-16 yoshli, adashmasam, ota-onasiga xullas sizlarni yaxshi ko'raman, uyga kelganimiz yaxshi bo'ldi,
qaysidir o'sha ishlarim uchun o'sha endi bitta aytdi 2-3 ta ishlarini. Anavi qilgan ishim uchun kechiring, sizlar yaxshi ko'raman dedi-da. Hammomga kirib chiqishim kerak. Больницani hammomi yaxshi emas ekan bu dedi-da. Hammomga kirib ketdi. Keyin birdan o'q ovozi. Bola o'zini otib o'ldirgan. Albatta juda ham ayanchli holat. Keyin u kinoni topib ko'rdim. O'g'il o'zbekchasi shuna bo'ladi endi. Ruschasi Сын degan kino ekan. Mana bu Rosamahani o'ynagan aktyor o'ynagan ekan ota rolini. Juda ham ajoyib kino ekan. Unda o kinoda o'sha baribir o'smir yoshdagi yigitda endi u asl bu yoqda hayotda qizlarda ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'smirlar desa bo'ladi, shuning uchun u kinoda endi o'sha bir o'smir yigitda shunaqangi bir depressiya holatiga tushib qolgani, undan chiqolmayotgani, atrof olamga ko'nikib keta olmayotgani tasvirlanganda endi. Xullas juda ko'p ma'nolar bor. Endi u kino haqida to'liq gapirib berish niyatim yo'q. Lekin asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam shu. Bu yoqda ota-onasi juda bir kech qolganda xullas. Gaplashishga, vaqt ajratishga, to'g'rilaydigan narsalarni to'g'rilashga kech qolgan. Yigit allaqachon o'sha depressiya holatida shakllanib bo'lgan xarakteri, qarashlari, rejalari xullas u kinoda o'sha ota-onasi ajrashgan bo'lar ekan, lekin nima qilib turar ekan, gaplashib turar ekan. Yigit onasi bilan qolgan, tabiiyki. Men o'yladim, ota-onam birga bo'lsa qandaydir baxtli bo'laman yoki hozir onam bilanman, qiynalyapman, lekin dadam bilan bo'lsam qiynalmayman degan bir narsa bo'lgan yigitning miyasida. Lekin dadasi bilan bo'lgandan keyin ham ota-onasi deb birga vaqt o'tkazishni boshlagandan keyin ham o'sha sal oldingidan ko'ra ko'proq baribir yigit o'ylagan narsasi bo'lmagan xullas. Qutula olmagan depressiyadan. Menda ham shunaqa narsa bo'lyapti. Xullas atrofdan ko'p xato kamchilik topaman. Hech kim meni tushunmayotgandek hayolimda. Hech kim meni yaxshi ko'rmaydigandek. Hamma soxta, hamma manfaat uchun. Shunaqa. Juda uzoq ta'riflasa bo'ladi bu holatda. Tushuntirib bera olmayman. Shu narsa meni miyamga kirib olgan. Men
o'zini o'ldirish yomonligini juda yaxshi bilaman. Bunaqa bo'lmaydi hech qachon, xudo xohlasa. Lekin miyamni bir boshqa tomoni oqlashni boshlayapti. Qiyinligini qara, kurashib, yashab o'tirasanmi deyapti.